Platsentani homiladorlikda ahamiyati va uni joylashi, platsentani vazifalari haqida hozir sizlarga platsenta haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Platsenta bu homiladorlikni 12-16 haftalaridan boshlab shakllanishni boshlab yakunlanadi. O'zi aytilishi bo'yicha 13 hafta 6 kunlikdan keyin biza platsenta deb ataymiz. 13 hafta 6 kunlikgacha xaryon deb aytiladi. Xaryon bu platsentaning osnovasi hisoblanadi, ya'ni asosi hisoblanadi. Endi platsentaning vazifalari nima? Ya'ni yo'ldosh deyiladi platsenta, qaysidir tilda hamroy deyiladi, qaysidir anaqalarimizda, shevalarimizda. Men hozir sizlarga platsenta so'zidan foydalanaman. Platsentani vazifalari nima? Birinchi vazifasi oziqlantiruvchi vazifani bajaradi. Ikkinchi vazifasi gormon ajratib turadi platsenta ona va bola uchun. Uchinchi vazifasi ya'ni chiqindilar o'zida ushlab qoladigan qism hisoblanadi va bola bilan onani o'rtasida moddalar almashinuvini ta'minlab beradi. Ya'ni onadan kelgan kislorod, boladan chiqqan karbonat angidrid o'sha yerda almashinib oladi bir-biri bilan, ya'ni bolani oziqlantirib berish vazifasini bajaradi. Platsentani joylashi 3 xil holatda joylashadi yo'ldoshga. Bizda aytadi-yu, kichkina erta 12 haftalikda ham yo'ldosh pastda joylashgan ekan, tepada joylashgan ekan. Hozir shuni ham aytib beraman sizlarga, qachon, qanaqa joylashgani haqida. Platsenta 3 xil joylashadi. Ya'ni agar u bizaga 5 santimetrdan, ya'ni sheykadan, bachadon bo'yni deyiladi, bachadon bo'ynidan 5 santimetr tepada joylashi uni norma hisoblanadi va undan ortiq 6, 7, 8, 9, 10 gacha joylashadi. Bu norma, ya'ni bola va ona uchun xavfsiz bo'ladi. Bachadonni yon devorlariga, yuqori yon yoki pastki yon devorlariga joylashadi. Platsentani joylashi bu norma. Agar 5 santimetrdan past joylashadigan bo'lsa, bu platsentaning pastda joylashishi deyiladi. Ya'ni niskiya platsentatsiya degan termin bor. Joylashishi deyiladi. Agar u 3 santimetrdan past bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha ayollarni o'zini tug'dirmaslik, ya'ni kesir va secheniyaga ko'rsatma bo'ladi va ko'pchilik vrachlar o'zini tajribasidan, ya'ni opitidan kelib chiqib ayolni tug'diradi niskiya platsentatsiyada. Keyingi joylashi krayevoy joylash deyiladi, ya'ni qirg'oqda joylash deyiladi. Ya'ni bachadon bo'ynini ustini yopmagan holatda uni qirg'og'ida joylashadi. Bu krayevoy joylash deyiladi. Bunday holatda qon ketib qolish xavfi yuqori bo'ladi va ko'pincha ayollar har doim kesir va yo'li bilan tug'adi. Bu krayevoy joylashish xavfli hisoblanadi. Ya'ni bachadon bo'yni biz bilamiz ochilgan vaqtda krayevoy joylashganda bachadon bo'yni tortiladi, natijada ochiladi, 10 santimetr ochiladi bolani boshi chiqishi uchun. Ochilgan vaqtda o'sha joyda ko'chadi va qon ketish xavfi oshadi. Bolani yuzini to'sib qo'yishi mumkin, nafas ololmay qolishi mumkin. Bola va ona uchun xavfli hisoblanadi krayevoy holat. Agar sizga krayevoy joylash desa, albatta o'zingiz ehtiyot qilishingiz kerak, og'ir ko'tarmasligingiz kerak, noto'g'ri harakatlar qilmasligingiz kerak bo'ladi. Shuni bilishingiz kerak, bu siz uchun xavfli. Endi oxirgi joylashi, bu xavfli joylashish polniy pritlejaniya deyiladi, ya'ni oldinda kelishi yo'ldoshda deb aytiladi o'zimizning tilda, ya'ni bachadon bo'ynini to'liq yopib qo'yishi bo'ladi. Ya'ni bachadon bo'yni yopiq, bu yoqda bola chiqa olmaydi. Ya'ni bolani chiqishi qiyin bo'ladi. Ya'ni qiyin bo'lmaydi, umuman chiqa olmaydi bola. Bu ona uchun ham, bola uchun ham juda xavfli hisoblanadi. Agar buni bilmay qolgan holatda tug'ruqqa yaqin ko'chib qolsa, perfuzniy qon ketadi. Shunday holatlar bo'lgan, hatto onani hayotini olib ketib qolgan, o'lim bilan tugagan holatlar bo'ladi. Bu holat eng xavfli va juda ham strashniy holat hisoblanadi, qo'rqinchli holat hisoblanadi. Agar kimdir sizga o'zingiz vrach, sizda platsenta to'liq bachadon ustini yopib turibdi, polniy pritlejaniya desa, demak siz qo'rqishingiz kerak. Bu gap so'zsiz absolyut primoy ko'rsatma bo'ladi kesir va secheniyaga va bu juda xavfli holat bo'ladi. Bunda sxvatka kelmasdan turib, albatta bolani kesir kesish yo'li bilan olinadi. Bu platsentani joylashlari edi. Endi ko'pchilik vrachlar aytadi, 12 haftada yo'ldosh pastda, tepada. Biz 12 haftada faqat
faqat protokolda ko'rsatamiz tepada pastdaligini. Agar bachadon bo'ynini u to'liq yopib qo'ygan bo'lsa, ayolni ogohlantiramiz. Sizni yopib qo'yibdi yoki sal pastroqda ehtiyotingizni qiling degan gap aytiladi. Xo'p, qachon aytiladi? 26 haftadan boshlab yo'ldoshcha joylashishini to'liq opисание qilish mumkin. Ya'ni yozib beriladi tepada, pastda shunaqa joylashgan deb. Odatda 22 haftadan keyin joyini o'zgarishi juda unaqa katta farqi bo'lmaydi. Qorin kattalash hisobiga yo'ldosh yo tepaga qarab siljishi mumkin, yo pastga qarab. U o'sha yopishgan joyida qoladi. U yurib ketmaydi. Prosta bachadon kattalashganligi hisobiga yo'ldoshni joylashi tepaga yoki pastga qarab siljishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yo'ldoshni mana shunaqa joylashlar 26 haftadan keyin aytiladi, lekin ungacha ayol o'ziz vrach tomonidan ogohlantirib turiladi. Yo'ldoshdan sheykadan qancha balandlikda joylashganligi har doim protokolda ko'rsatilishi shart hisoblanadi. Bu yo'ldoshni joylashlari edi. Endi yo'ldoshni funksiya bajarishi aytib o'tdim. Boshida oziqlantiruvchi funksiya bajaradi, havo beradi, gormon beradi, ona bilan bolani bog'lab turadi dedim. Agar sizda shunday o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa yoki shu haqda ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, bizning klinikamiz Xadicha Medical klinikasiga murojaat qiling. Sizda unda malakali mutaxassislar sizni xizmatingizda bo'ladi va sizga kerakli ma'lumotlarni olasiz. Tibbiyotda asoslangan tibbiyotga bizning klinikamizdagi vrachlar amal qiladi va xalqaro sertifikatga ega vrachlar xizmat ko'rsatadi. Klinikamizda kutib qolamiz.